Assalomu alaykum aziz obunachilar, sizlarni kanalimda ko'rib turganimdan xursandman. Xo'p, bugungi mavzuyimiz albatta obunachiimiz talablariga binoan yod haqida to'liq ma'lumot bering debdilar. Yod organizmga yetishmasa va ko'payib ketsa qanday kasalliklar kelib chiqishi haqida bugun to'liq ma'lumot berib o'taman. Videoni boshlashdan oldin kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Xo'p, unda videoni boshladik. Hamma sog'lom yurishni xohlaydi, to'g'rimi? Lekin sog'lom bo'lish uchun qanday oziq-ovqat iste'mol qilishni, qanday vitamin va minerallar kerakligini bilishimiz juda muhim hisoblanadi. Bugun biz organizm uchun juda zarur bo'lgan, ammo ba'zan e'tibordan chetda qolib ketadigan mikroelementlardan bo'lgan yod haqida gaplashamiz. Yod yetishmovchiligi nima u? U qanday kasalliklarni keltirib chiqaradi? Yod haddan tashqari ko'payib ketsa-chi, nima bo'ladi? Bularning barchasini bilib olishingiz mumkin. Faqat videoni oxirigacha ko'rishingiz kerak. Chunki eng qiziq faktlar albatta oldinda. Yod nima va organizm uchun qanday muhim hisoblanadi? Ko'pchilik yodni faqat qalqonsimon bez bilan bog'laydi. To'g'ri, yod asosan qalqonsimon bez gormonlari tiroksin va tireonin ishlab chiqarish uchun zarur. Bu gormonlar esa moddalar almashinuvi, energiya ishlab chiqarish, asab tizimi va hatto odamning psixikasiga ham ta'sir qiladi. Yod organizmda qanday ishlaydi degan savol bo'lishi mumkin ko'pchilikda. Moddalar almashinuvini tezlashtiradi va energiya ishlab chiqarishda ishtirok etadi. Miyamiz faoliyatini yaxshilaydi, diqqat va xotirani mustahkamlaydi. Immun tizimini qo'llab-quvvatlaydi. Immunitetni doimiy baland tutib yuradi. Homilador ayollarda bolalarni sog'lom rivojlanishiga yordam beradi. Lekin agar organizmda yod yetishmasa yoki ortiqcha bo'lsa, juda katta muammolarga sabab bo'lishi mumkin. Yod yetishmovchiligi qanday kasalliklarga olib keladi? Xo'p, hozir dunyo bo'yicha taxminan 2 milliard kishi yod yetishmovchiligidan aziyat chekmoqda, ayniqsa tog'li hududlarda, dengiz mahsulotlari kam iste'mol qilinadigan joylarda. Bu muammo juda keng tarqalgan. Birinchisi endemik buqoq kasalligi. Bu kasallik yod yetishmovchiligi tufayli qalqonsimon bezning kattalashishi bilan kechadi. Bez organizmga kerakli gormonlarni ishlab chiqarishga harakat qiladi, lekin yod yetishmagani uchun haddan tashqari o'sib ketadi. Natijada bo'yin qismida shish paydo qiladi. Ikkinchisi gipertireoz, organizmda sekinlik va suskashlik. Agar yod yetishmasa, uzoq davom etsa, gipertireoz rivojlanadi. Bu kasallikda organizmning umumiy energiyasi kamayadi, odam doimiy charchab yuradi, holsiz bo'ladi, terisi quruq va sovuq bo'ladi, sochlari to'kila boshlaydi, kilogramm ortib ketadi. Ozish norma shularni joyiga semirib ketadi. Uchinchi kasalligimiz kreatinizm, aqliy va jismoniy rivojlanishdan orqada qoladi. Agar homilador ayolda yod yetishmovchiligi bo'lsa, bu chaqaloqning miyasi va asab tizimi rivojlanishiga ta'sir qiladi. Bu esa kreatinizm deb ataladi. Kasallikka olib kelishi mumkin. Bunday bolalar jismoniy, aqliy rivojlanishdan orqada qolishi aniq. To'rtinchisi immunitet pasayishi va depressiya. Yod yetishmovchiligi bo'lgan odamlar tez-tez kasal bo'lib turadi, chunki ularning immun tizimi kuchsizlashib ketadi. Bundan tashqari depressiya, xotira zaiflashishi va diqqatni jamlay olmaslik kabi muammolar ham paydo bo'lishni boshlaydi. Xo'p, yod ortiqchaligidan kelib chiqadigan kasalliklar haqida gaplashamiz. Bunda yod ortiqchaligi ham kamligi kabi xavflidir. Juda ko'p yod qabul qilganda qalqonsimon bez haddan tashqari ko'p gormon ishlab chiqaradi. Bu esa quyidagi kasalliklarga olib kelishi mumkin. Birinchisi, Basedov kasalligi, gipertireoz. Agar organizmda yod haddan tashqari ko'p bo'lsa, qalqonsimon bez haddan tashqari faollashib ketadi va gipertireoz paydo bo'ladi. Uning asosiy belgilari yurak tez urishi va bosimning ko'tarilib ketishi, asabiylashish, uyqusizlik va qo'l titrashi, tananing haddan tashqari qizishi va terlashning ortishi. Odam juda tez ozib ketadi. Semirmaydi yoki normal turmaydi, ozib ketadi. Ko'zlar oldinga chiqib ketishi mumkin. Bo'rtib turadi, chiqib qoladi katta-katta. Ikkinchisi, avtoimmun tireoidit. Immunitet qalqonsimon bezga hujum qiladi. Bu degani nima degani? Yodning ko'pligi ba'zan immun tizimiga bezga hujum qilishga majbur qiladi. Bu esa
avtoimmun kasalliklarga olib keladi. Natijada qalqonsimon bez ishdan chiqib qolishi mumkin. Uchinchisi, allergik reaksiyalar va zaharlanish. Yod ortiqchaligi ba'zi odamlarda terida toshmalar, qichishish, shish va hatto nafas olish qiyinlashishi kabi allergik reaksiyalarni keltirib chiqaradi. Qanday qilib balansni me'yorda saqlash mumkin deb aytishlaringiz mumkin. Gapni ham cho'zib o'rdingiz deyishlaringiz mumkin. Xo'p, shunday qilib yod kam bo'lsa ham, ko'p bo'lsa ham xavfli, lekin bu muammoni oddiy choralar bilan oldini olish mumkin. Yodga boy mahsulotlarni iste'mol qiling, agarda yod miqdori organizmda kam bo'lsa. Dengiz baliqlari, dengiz karami, tuxum, sut va yodlangan tuz. Ovqatlarga yodlangan tuz qo'shiling. Oddiy tuzdan ko'ra salqinroq turadi. Sun'iy yod qo'shimchalarini o'zboshimchalik bilan qabul qilmang. Mana bunaqa dorilar bu mikroelement hisoblanadi yod. Organizmga agar ortiqcha iste'mol qilib, xato iste'mol qilsangiz, juda yomon kasalliklarga, salbiy oqibatlarga keltirib qo'yishingiz mumkin organizmni. Agar yod kerak bo'lsa, shifokor bilan albatta maslahatlashing, salomatligingizga e'tibor bering. Agarda charchoq, semirish yoki aksincha tez ozib ketish kabi muammolar bo'lsa, qalqonsimon bez tekshirishga shoshiling. Xulosa qilib aytganda, demak do'stlar, bugun biz yodning qanchalik muhimligini ko'rdik. Yod tanqisligi ham, ortiqchaligi ham organizm uchun zarar yetkazishi mumkin. Shuning uchun o'z ratsionimizga e'tibor berishimiz va balansni saqlashimiz juda muhim hisoblanadi. Agar video sizga foydali bo'lgan bo'lsa, kanalga obuna bo'lib, layk bosib, do'stlaringiz bilan ulashing va eng muhimi, kanalga obuna bo'lish esdan chiqmasin. Keyingi qiziqarli videolarda ko'rishguncha sog' salomat bo'ling.